Assalomu alaykum. Mana biz hozir Surxondaryoda Denovdamiz. Turon bankimizga qarashli bo'lgan issiqxonadagi limon ko'chatlarini nazorat qilib yuribmiz. Ko'chatlarning umumiy ahvoli yaxshi. Bahosiga keladigan bo'lsak, 5 baho bersa arziydigan darajada. Xullas ko'chatlar yaqinda suvlatilgan, o'tlatilgan. Lekin bitta muammo shu issiqlik yetmaganligi sababli hozircha to'xtab turibdi. Shu bilan birgalikda endi mart oyini taxminan shu 10laridan boshlab buni o'g'itlashga tushishimiz kerak bo'ladi. Asosan bunga taklif beraman, karbamid berishni va shu bilan birgalikda yetarli miqdorida hektariga hech bo'lmaganida bir 200 kilo ammofos berishni ham taklif qilaman. Chunki bu limonlarimiz daladan kelganligini hisobga oladigan bo'lsak, o'zini o'sha iligini to'ydirib olish uchun albatta kimyoviy o'g'itlarga muhtojligi sezilib turibdi. Mana bargidan qaraganda ham holati yaxshi. Xudo xolasa bu o'sha kunni qizishi bilan popugildiz otishni boshlaydi-da, popugildiz otgandan keyin bu bir o'sha uyg'onib juda bir yaxshi holatdagi ko'chatzorga aylanadi. Shuning uchun ko'chat tashkil qilmoqchi bo'lganlarga taklifimiz bor. Mana shu stilga amal qilishingizni so'raymiz. Albatta biz bu stilni Peshku limonchilik maktabida qilganmiz. O'sha yerda borib rahbarimiz ham shaxsan o'zlari ko'rib ma'qul tushgandan keyin biz ishimizga mana shu ishni ma'qullab kelganlar. Shunga bu yerda ham shu stilga o'xshab qildik. Bunda ikkita sabab bor. Birinchisi, bizga sifatli ko'chat kerak bo'ladi. Mana O'zbekiston bo'yicha hozir ko'chatlarni nazorat qiladigan bo'lsak, ko'chatlar sifatsiz emas. Birortasi agatga olinmagan, hammasi o'sha polligi bo'yicha sotiladi. Bu dehqonlarga qiyinchilik tug'diradi. Shularni hisobga olib, mana shu stilda ekishga qaror qildik. Mana mayda ko'chatlar, juda kichkina ko'chatlar rivojlanishi juda yaxshi. Shuning uchun taklifimiz, ko'chat qilmoqchi bo'lganlar mana shu stilda qilish kerakda. U oddiy ko'chatlardan kerak bo'lsa 10 ming, 15 ming qimmat sotishga ham arziydigan ko'chat bo'ladi. Chunki bu ko'chat umuman xato qilmaydi va ekilgan yildan boshlab o'zi rivojlanishi ham tezlashib ketadi. Mana ba'zi bir dehqonlarimiz aytadi-ku, 3 yil bo'ldi, hali ham hosili yo'q deb. Mana bu ko'chatni ekkan odam esa birinchi yilning o'zida rivojlanishni va nishona hosilni kutib qoladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Peshku limonchilik maktabi rahbari Nusrat Saidov.